Universitetlar kafolatlashib kerak ish bilan. Mana biza mana IT fakultetida ikkinchi kurs o'zida yo'q, ikkita semestrni bitkazgan talabaga kafolatlangan ish beramiz. Oyligi ham kamida $400 beramiz deymiz. O'qi, bitqiz, 8 ta loyihani ko'rsat, senga biz kafolatlangan ish beramiz deymiz. U hamma xususiy universitetlar bu narsani qiladi. Xususiy universitetlarni tanlayotganda, xususiy universitetga topshirayotganda qaysi jihatlarga e'tibor berib topshirish kerak? Davlat universitetlarida kontrakt summasi arzondir. Arzon bo'lishining sababi davlat tomonidan ularning xarajatlari qoplab berilayotganligi uchun-da. Xususiy universitetda davlat qoplab bermaydi-ku, xarajatlarni o'zlari ko'tarish kerak. Shunga ham hozir masalan 8 million bilan 10 million atrofida davlat universitetlarining kontrakt summalari. Lekin agar masalan biznes ko'rinishdan ko'radigan bo'lsangiz, universitetda biron bir yo'nalishda 100 ta talaba bo'lsa, shu 100 ta talabani xarajatlarini qoplash uchun semestoyimiz kamida 17 million so'm bo'ladi. Bitta talabaga. Bitta talabaga. Bu hamma xarajatlaringizni yopishingiz uchun. Eng katta rasxod universitetda bu oylik. Oylik. Masalan, boshqalarda bilmayman, bizda aytaylik magistraturasi bor professorimiz haftasiga 21 soat dars o'tadi, kamida 15 million oylik oladi. PhD'si bor professorimiz 30 million oladi. 21 soat dars o'tadi. Masalan, birinchi semestrga keldi, kontraktga tushib qoldi, lekin shu 100 ta bolani oldik yo'nalishga. 100 ta bolaning ichida top 42 talikka kirsa, keyingi semestr grant o'qiydi. Grant o'qiyotgan bola, mana bola zo'r o'qiganligi uchun o'rnini egallaydi-ku, u kontraktga tushib qoladi. Orada ham raqobat bor-da. Assalomu alaykum yoshlar, siz talabachilik podkastidasiz. Bu yer talaba yigit qizlarning orzulari, ustozlarning saboqlari va hayotni ko'rgan insonlarning tajribalari jam bo'ladigan makon. Agarda podkastimizdagi qaysidir so'z, jumla yoki fikr sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosishni, izohlarda faol bo'lishni unutmang. Siz uchun kichkinagina bo'lgan harakat bizga katta qo'llab-quvvatlash beradi. Chunki bu podkastda bir kun kelib siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Shunday ekan, biz podkastni boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum, bizani kuzatayotgan YouTube'dagi obunachilarimiz, talabachilik podkasti navbatdagi soni sizlar bilan birgalikda va bugungi mehmonimiz Toshkent Metropolitan Universitetining rektori, sobiq Akfa Universitetining rektori Behzod aka Jalilov bo'ladilar. Assalomu alaykum Behzod aka, xush kelibsiz. Rahmat chaqirganingiz. Sizni studiyamizga ko'rtirganingizda juda ham xursandmiz. Suhbat qilish siz bilan o'zi bo'lmadi, to'g'risi ancha mashaqqatli, ancha bu suhbatga kelguncha vaqt o'tdi. Shuning uchun ham like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlamasanglar bo'lmaydi, chunki bu suhbat tashkil qilishga ancha vaqt ketdi. Vaqtlariga to'g'rilashga, lekin rahmat, tig'iz vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Bugun siz bilan xususiy universitetlar, talabalar haqida, xususiy universitetga nima uchun topshirish kerak, talabalar qanaqa yutuqlar kutyapti, qanaqa qiymat beryapti hozirgi o'zi O'zbekistonda ochilayotgan xususiy universitetlar, shular haqida ozgina suhbat qilib fikringizni bilmoqchimiz. Yana bir marta rahmat kelganingiz uchun. Xo'p, siz o'zingiz fikrlaringiz bo'lsa gap bemalol aytib olishingiz mumkin. Keyin savollarimizni berib boshlaymiz. Yo'q, keling, savollardan sira boshlaylik. Rahmat kattakon. Bo'lmasam savollarimizdan boshlasak, bugun O'zbekistonda xususiy universitetlar soni ko'paygan. Bu qaysi ma'noda yaxshi. Lekin sizningcha bu raqobat ta'lim sifatini oshiryaptimi yoki faqatgina songa ishlashyaptimi hozir ko'p xususiy universitetlar? Shaxsiy fikrim, universitetlarning soni oshgani yaxshi, chunki raqobat bor joyda albatta sifat bo'ladi. Keyin mana yaqin kunlarda davlatimizda yangi qaror chiqdi. Bu qaror xususiy sektorlarda o'zini ustida yana ko'proq ishlash uchun turtki bo'ldi. Sababi bilsangiz, sirtqi ta'lim yopildi. Endi bu men ko'p joyda aytaman, ko'pchilik bu aytgan gaplarimni yoqtirmaydi, chunki mana biz xususiy universitet ochganimizda sirtqi ta'limni litsenziyasini olmaganmiz. Chunki meni bu shaxsiy fikrim, sirtqi ta'limda o'qigan talaba sifatli kadr bo'lib yetishib chiqmaydi. Endi misol tariqasida aytishim mumkin, nimaki yo'nalishga borsa ham 4 yil o'qiydimi, 5 yil o'qiydimi, yiliga atiga 2 oy o'qiydi. 2 oy o'qiganida ham o'ylang, o'sha 4 yillik o'qish kerak bo'lgan o'quv dasturini 5 yil ichida o'sha 2 oydan o'qib turib, u narsani qabul qila olmaydi. O'z-o'zidan sifatli kadr bo'lib chiqmaydi. Keyin xususiy universitetlar shu sirtqi ta'lim ochganidan keyin masalan o'qituvchini ishga oladi, gражданский договор qilib ishga oladi. 2 oy shu oyligini to'laydi, qolgan payt talabalar o'zining ishi bilan shug'ullanishadi. Balkim biron bir joyda ishlayotgandir. Men u talabalar yomon demoqchi emasman, lekin talabalarga bergan tavsiyam boshidan yaxshi kadr bo'laman deb harakat qilayotgan bo'lsa, yaxshi universitetni tanlab sirtqiga borish kerak emas edi. Ko'pchilik o'sha sirtqiga topshirishni boshlashdi. Bilsangiz kerak, ko'p universitetlar
kech ochilingan bo'lsa, bir vaqtda o'zida 10 mingta talabani qabul qilishdi. Masalan, davlat universitetlarida eng ko'p talabasi bor universitetlarni hisobga oladigan bo'lsak, Milliy universitetini aytaylik. Mana 50 yildan oshiq tarixi bor. Ularda 16 mingta talabasi bor. U bakalavriatida, magistraturasida, aspiranturasida, doktoranturasida hammasini qo'shganda umumiy 16. o'sha 16 mingta atrofida talabasi bor-da. Endi kech ochilgan universitet bir vaqtda o'zida 10 mingta olsa, 4 ta kursga ko'paytirsangiz 40 mingta bo'lsa, o'ta sifat bo'ladimi degan savol bor-da. Shunisi ham bor. O'shanga ham mana sirtqi yopilgani juda yaxshi bo'ldi. Endi sirtqi yopilganidan keyin hozir qaysiki universitet sifatga ishlay olsa, shunda hozir o'sha universitetlar qoladi. Bu masalan yaqin qo'shni davlatlarimiz Qozog'istonda ham 2000-yillarda xususiy sektorga ruxsat berilgan, xususiy universitetlarni ochishdi. O'sha vaqtda ham bizga o'xshab shunaqa katta bum bo'lgan. Bir vaqtda o'zida adashmasam 500 taga yaqin universitet ochilgan. O'shanda hozir adashmasam bir 44 tasimi, 50 tasimi qolgan. O'sha sifatga ishlab, ertaga o'zini kelajagini shu faqat ta'lim sifatiga qaratib, shu bolalarni yaxshi kadr yetishtiraman degan universitetligina qolganda. Chunki boshida bizda nima bo'lgan? Oldin mana aytaylik 67 taga yaqin davlat universitetlari bo'lgan. 1 millionta odam hujjat topshirardi, shundan 8% universitetga kirardi. Talab juda katta bo'lganda, bizda 2018-yilda o'sha birinchi xususiy universitet ochildi, 2019da bu jadallashish boshladi. Talabalar u universitetni sifatlimi, sifatli emasmi degan savolni qo'ymasdan o'qishga kirsam bo'ldi degan niyat bilan o'qishga kirib ketishdi. Xuddi shunaqa. Fakultetlarni ham tanlashmagan. Shu men qo'limda diplomim bo'lsa, ertaga ish topa olaman degan fikr bilan kirishgan. Hozir o'shalar aytaylik o'qishni bitkazganidan keyin ish topa olmayotgan bo'lsa, o'sha universitetlarni o'z-o'zidan ularga ehtiyoj kamayish boshlaydi. Universitetni biznes qarashda qaraydigan bo'lsangiz, xususiy o'tga talaba kelmasa, kontrakt summani to'lamasa, universitet yopiladi. Hozir ham masalan o'sha ochilgan ko'p universitetlar sirtqi ta'limda 90% sirtqi ta'lim bilan talabalarni qabul qilishganda, 10% ertalabki ta'limda o'qishgan. Ular hozir endi to'g'rilash kerak o'zini. Lekin shuncha o'quvchilarni olib qolishga xarajatlar kamaymaydi hozir, lekin sirtqi ta'limga уже yo'q bo'lgandan keyin davlat tomonidan qat'iy man etilgan. Faqat hozir olsa ertalabki ta'limga ola oladi. Endi faqat sifatga ishlash kerak. Bunda hozir endi rostdan ham ishlash kerak bo'ladi. Diplomni qo'pol aytganda sota olmaydi. O'qituvchisi bo'lishi kerak, darsi bo'lishi kerak. Ota-onalar o'zi talab qilishni boshlashi ko'p bo'ladi. Xuddi masalan siz ham restoranga boradigan bo'lsangiz, bir marta kirasiz, ovqat yoqmasa o'zi bormaysiz-ku. Universitet ham xuddi shunaqa. Talaba keladi, o'qiydi, yoqmasa o'tdan ketadigan bo'lsa, o'tga hech kim topshirmay qo'yadi. Shunga tavsiyam xususiy universitetlarga topshiriladigan bo'lsa, albatta shu universitetga borish kerak, ko'rish kerak, o'rganish kerak, o'tda o'qiyotgan bolalardan so'rash kerak. Haqiqatan ham keyin o'sha yo'nalish bo'yicha qiziqishingiz bo'lsa, qiziqishingiz bo'yicha topshirishingiz kerak. Chunki xususiy universitetlarda ko'proq sizni majburlash yo'q. Mana biz davlat maktablarida o'qisak, u yerda baribir umumiy ta'lim majburlash bor-da. Bolalarni biz u fanga qiziqadimi, yo'qmi, shu o'tilish kerak bo'lgan 16 ta fan bo'ladigan bo'lsa, 16 tasini majburlab o'tamiz. Universitetda, xususiy universitetlarda masalan, siz yurisprudensiyaga topshirsangiz, faqat yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha bo'lgan taalluqli fanlarni o'qiysiz va o'sha qiziqishingizdan kelib chiqib turib davom ettirasiz. Aytmoqchiman, yuridikaga taalluqli bo'lmagan fanlarni o'qimaysiz. Unga xususiy sektor mablag'i ham ko'tarmaydi-da. Masalan, bizda yuridika fakultetimiz bor. O'tga topshiradigan bo'lsangiz, semestrda 4 ta fan o'qiysiz. O'sha 4 ta fan ham faqat huquqshunoslik uchun. O'z-o'zidan biza talabaga unga kerak bo'lmagan fanlarni o'qitmaymiz. Shunga ham узкий profil deymiz. Mutaxassis bo'lib chiqish uchun yordam qilamiz. Zo'r. Odamlar orasida xususiy universitet faqat pul to'lasang o'qib chiqasan degan anaqa bor. Hozir shunaqa bo'lib qolgan. Stereotip bor. Siz bu fikrga hozirgi kunda qanaqa qaraysiz? Hozirgi kunda o'zi aytganingizdek bozor o'zi saralab qo'yaptimi yoki hali ham bormi shunaqa pulni to'lasangiz bo'ldi diplomingizni oladigan universitetlar? Endi bu talab bilan taklifdan kelib chiqadi-da. Aytaylik, agar faqat diplom uchun o'qishga kirayotgan talaba bo'lsa, unaqa talabga ham taklif bo'ladi. Lekin faqat sifatga ishlayotgan universitetlar ham bor. Ularga masalan ko'rsangiz bo'ladi. Ular bekorga aytaylik grantlar berishayotgani yo'q. Xususiy universitet bo'lganidan keyin u davlat tomonidan grant berilmaydi. Shu xususiy universitetning ta'sischilari tomonidan grantlar beriladi. O'shandan ham kelib chiqib turib ko'rsa bo'ladi. Mana biz misolimizda bu yil qabul qilgan vaqtimizda 6,5 IELTS bor talabaga 100% grant berganmiz. Buni biz chegaralamaganmiz. Masalan,
200 ta odam topshirsa 6,5 bo'lsa 100% granti bor. Shu 200 tadan 200 tasiga 100% granti bor. Butun boshli bitta kurs grantda o'qishi ham mumkin. O'qishi mumkin. Masalan, endi bizni jamoamizdan kelib chiqib turib, bizni vision deymiz-ku. Biz xohlayotgan narsamiz o'sha xususiy sektorga ota-onalarni fikri o'zgarishi. Mana hozir shunaqa holat bor. Mana aytaylik, o'tgan yildan qabul boshlagan bo'lsak, ko'p ota-onalar boshida birinchi qabulimiz o'tgan yil bo'lgandi. Ko'p ota-onalar o'ylashgan, hozir topshiramiz, yopilib qolmaydimi degan savol bor. Birinchisi, sifat bo'ladimi degan ikkinchi savol bor. Lekin hozir mana birinchi kursda o'qib turib, ikkinchi kursga o'tgan talabalar bor. Ko'p ota-onalar masalan juda xursand. Chunki birinchidan bolalari aytaylik, o'sha 5 IELTS bilan 5,5 IELTS bilan kelgan bolalari o'sha 7, 6,5 olishyapti. Bizning universitetimiz to'liq ingliz tilida bo'lganligi uchun, misol. Ko'rishyapti haqiqatan ham bolani biza yumshoq turtki bilan deymizmi? Shu talabani majburlab emas, qiziqtirib, o'sha fanlarni o'rgatib turib, bolalarga ilhomlantira olasiz. O'sha xususiy sektorda nimasi yaxshi? Bu xizmat ko'rsatishda siz o'tda talabani majburlab hech narsa qildirib olmaysiz. Uni qiziqtirib qildirishingiz kerak bo'ladi va hamma narsa talabaga qaratilingan bo'ladi. Masalan, aytaylik, ko'p universitetlarda ochiq aytishimiz kerak. Ta'lim tizimiga, ta'lim sifatiga emas, talabani ust-boshiga, soqol olgan-olmaganligiga qaratilinadi. Xususiy sektorda masalan talabaga qanaqa ko'rinishda kelishidan qat'iy nazar unga qulay bo'ladigan bo'lsa, lekin universitet tomonidan beriladigan narsa bu faqat bilim. Biz o'sha faqat yaxshi professorlarni ishga olib, o'sha yaxshi professorlarni talabalarga yaxshi bilim bera olishligiga kafolatlovchi tizim qilishimiz kerak-da, xususiy sektorda. O'shandagina biz rivojlanamiz. O'zi xususiy universitetlarni tanlayotganda, xususiy universitetga topshirayotganda qaysi jihatlarga e'tibor berib topshirish kerak? Nima deya olasiz bu haqida? Misol uchun abituriyentlarga, keyingi yil o'qishga topshirgan abituriyentlarga. Birinchi o'rinda abituriyent o'zini qiziqishini aniqlashtirib olishi kerak. Mana masalan, men meditsinaga boraman deydi. Tibbiyot yo'nalishiga. Tibbiyot yo'nalishiga boradigan bo'lsa, O'zbekistonda aytaylik 10 ta universitetda tibbiyot yo'nalishi fakulteti bor. Borishidan oldin ularning veb-saytiga kirib, litsenziyasini tekshirish kerak. Chunki litsenziyasi agar bo'lmaydigan bo'lsa, lekin shu fakultet ochiladigan bo'lsa, ertaga o'qishga kirsa, u diplom ola olmaydi. Birinchi qiladigan ish. Keyin albatta erinmasdan o'sha universitetga borish kerak. Borib, o'sha universitetdagi o'qiyotgan talabalardan feedback olish kerak. Chunki bu 100% shu universitetni yaxshi bo'lsa, talaba birinchi o'chirda yaxshi deydi, yomon bo'lsa yomon deb aytadi. Aytaylik, masalan, u joyi rektoriga borib yoki administrativ ma'muriyatiga borib so'rash kerak emas. Talabadan, iste'molchidan so'rash kerak. O'sha iste'molchi hech qachon masalan yomon joy yaxshi demaydi yoki yaxshi joy yomon demaydi. Shunda agar masalan birinchidan aniqlashtirib oldi qiziqishini, borib surishtirdi, keyin shundan kelib chiqib turib o'ziga ro'yxat yaratadi. Masalan, 10 tadan 3 tasini tanlaydi. Hozirgi kunda bilasiz, juda yaxshi bo'lgan. Mana biz vaqtimizda bir yilda bir marta bitta universitetga topshirishimiz huquqimiz bo'lgandi. Hozir xususiy universitetlarga bir vaqt o'zida nechta xususiy universitet bo'lsa, hammasiga topshirsa bo'ladi. Davlat universitetlariga masalan 5 tagacha universitetga topshirsa bo'ladi. Hammasini topshirib, qaysi universitetlarga kirgandan kelib chiqib turib, SWOT analizi deymizmi? Shu kuchli tarafini, kuchsiz tarafini o'rganib chiqib, eng yaxshisini tanlash kerak. Chunki hozir iste'molchi uchun hamma sharoit bor. Kira olmadim desa, uyat bo'ladigan zamon hozir. Uyat bo'ladigan zamonda u biroz harakat qilmagan bo'ladi-da. Kirgisi kelmagan bo'ladi, shunaqa deymiz. Chunki xususiy universitetlar bor, imtihonsiz ham qabul qilishadi-da. 56 ball bilan kirib ketadi. 50 ball bilan o'qiyotganlar bor. Shunaqa. Diplom olib, o'zi o'qigan talaba, diplom olgan talaba, umuman talabalarning ko'payishi bu qanchalik foyda yoki zararga ishlaydi bizga? Diplomli bolalarning ko'payishi davlatimizga. Davlatimizga. O'zi hammaga kerakmi diplom, o'qish kerakmi hammaga? Agar masalan o'zi universitet kerakmi degan savolni beradigan bo'lsak, universitet hozirgi kunda mana masalan bilamiz, AI zamoni, rivojlanayotgan zamon. ChatGPTdan nima savol beradigan bo'lsangiz, hamma savolingizga javobni topasiz. Lekin ChatGPT berayotgan javobni to'g'ri emasligini qayerdan bilasiz? Shu yo'nalish bo'yicha kuchli mutaxassisdan shu haqiqatan to'g'ri emasligini bila olmasangiz,
siz o'sha narsaga ko'nib ketaverasizda, balkim to'g'ri ham deb qabul qilishingiz mumkin. Internetda masalan ko'rsangiz har xil hozir memlar chiqqan. Masalan o'sha ertaga operatsiyalarni ham AI qiladi deydi. Keyin bir shunaqa kulgili joyi o'tgan. Mani chap tarafimdagi operatsiya qilishingiz kerak desa, kechirasiz, hozir qilamiz deb prikol qilishadi-ku. Xuddi shunaqa narsada u xato haligacha unaqa mukammal darajaga yetmagan. U o'sha mukammalga yetadigan bo'lsa ham baribir odam omili bo'ladi. U narsani tekshiruvchi bo'lishi kerak. Chunki o'sha AI ni ham odam yaratgan. Keyin o'zi universitet bu sotsium deymiz. Hamma odamlarni o'sha bir yo'nalishda, bir qiziqishda bo'lgan odamlarning jamlanmasini yig'uvchi joyda. Siz o'sha joyga borsangiz, o'zingizga masalan aytaylik qanaqadir startaplar qiladigan bo'lsangiz ham, mana universitetdagi bilan universitet har xil yo'nalishlari bo'ladi-ku. Universitet bo'lish uchun kamida 4 ta yo'nalish bo'lishi kerak-da. Bitta yo'nalishli bo'lgan bo'lsa, u institut bo'ladi. Masalan, siz startap qilmoqchisiz, siz IT programmistsiz. Siz programmani yarata olasiz, lekin programmani qanaqa qilib marketing qilishni bilmaysiz. Universitetda bo'ladigan bo'lsangiz, o'tda sizda do'sti birodaringiz bo'ladi. Qaysidir marketingda o'qiydi, kimdir buxgalteriyada o'qiydi, kimdir huquqshunoslik fakultetida o'qiydi. Shu bilan yig'ilib turib, komanda qilib startap qilsangiz bo'ladi-da. O'sha yerda o'zida o'shani pilotni chiqazib turib, praktika ham qilsangiz bo'ladi. Universitet masalan ko'pchilik aytadi, mana Steve Jobs ham o'qishni bitirmagan deb. Lekin o'qishga kirgan, o'sha yerda tanishlar orttirilgan, qanaqadir kursdan keyin ketgan, o'zini startapini qilibdi, lekin boshidan startapini qilmagan-ku. Shu universitetga borib, o'sha yerdagi ehtiyojlardan kelib chiqib turib, qanaqadir ideya o'ylab topgan. Shu ideyalar baribir universitetda tug'ilgan deb o'ylayman. Chunki o'sha yerda talab borligini ko'rgan, o'sha talablardan kelib chiqib turib, shu narsani yaratganda. Universitet shunaqa joy. Startaplar makoni deymiz. Chunki hamma talabalar, hamma yosh, hamma bir narsa qilmoqchi, yangilik yaratmoqchi, ertaga competition deymiz-ku. Masalan, bilmayman, mana ko'pchilik aytadi, ingliz tilini individualni o'rganmoqchiman deydi-ku. Unaqa zo'r effekt bo'lmaydi. Lekin guruhda o'rgansa, guruhda 10 kishi bo'ladi. Shu 10 kishining orasidagi raqobat ham odamga turtki bo'ladi-da. Siz bilan bir vaqtda bir urovingda kelgan talaba bir oydan keyin sizdan zo'r gaplashishni boshlasa, sizga ham turtki bo'ladi. Nimaga u mendan zo'r gapiryapti deb. Bir xil o'qituvchimiz, bir xil vaqtda, bir xil uy vazifalarni beryapti, bir xil narsalarni o'rgatyapti deydi-da. Universitet ham shunaqa joy, talabalarni orasidagi raqobatni ortidan siz rivojlanasiz. Uyda turib o'qimay turib, ChatGPTdan savol berib rivojlanasiz deb o'ylamayman. O'shanga ko'pchilik aytadi, ertaga universitetda anaqasi yo'q, kelajagi yo'q deydi. Hamma uydan turib o'qisa bo'ladi deydi. Bu biza ijtimoiylashuvga moyilligimiz katta-da. Odam bilan gaplashish kerak-da. Uyda o'tirib, kompyuter bilan o'tirib rivojlanmaymiz. Karantinda ko'rdik-ku, necha o'tirib nima bo'ldi ahvolimiz. Shunaqa. Tushunarli. O'zi davlat oliy ta'lim muassasalari bilan xususiy universitetlarni nima ajratib turadi, nima yutug'i bor xususiy universitetlarni va mana talabalar davlat universitetida o'qish imkoniyati ham bor, xususiyda o'qish imkoniyati ham bor. Xususiyda o'qigan talaba katta ehtimol ko'proq kontrakt to'laydi. Hozir ko'p xususiy universitetlar davlat universitetlaridan kontrakt ko'p va qanaqa qiymat bergani uchun o'qish kerak xususiyda. Kontraktga yarasha qanaqa qiymat bera oladi o'zi? Ertaga afsuslanmaslik uchun. Lekin u yoqda ham bu yoqda ham bir xil ta'lim yo'nalishda. Yo'nalishda bir xil deysiz-ku, lekin u yerda o'rgatilayotgan mazmunda farq bo'ladi. O'z-o'zidan hozir masalan kimdirga bu narsa yoqmashi mumkin, lekin xususiy sektor rivojlanishi uchun baribir masalan o'qituvchilarni, muallimlarni, o'sha professorlarni ishga olayotgan vaqtida eng zo'rlarini topishga harakat qiladi-da. O'sha eng zo'r professorlarga baribir siz majbursiz katta oylik to'lashingiz kerak. O'sha katta oylik to'laganingiz uchun ular sizga kelishadi, sifatli, kuchli kadrlarni yetkazib berishga kafolatlar berishi mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda masalan xususiy sektorda dunyoga qaraydigan bo'lsangiz, top 100 talik deymiz-ku. Top 100 talikning 80% dan ko'pi xususiy universitetlar. Buni bu ko'rsatkich deb bilaman-da. Men top 10 talikka qaraydigan bo'lsangiz ham 7 tasimi xususiy. Bu ham ko'rsatkich. Bu bekorga emas-da. Chunki meni shaxsiy fikrim, davlat ko'proq baribir bizni xavfsizligimizni ta'minlab berish kerak, qonun ustuvorligini ta'minlab berish kerak-da. Qolgan narsalar bilan shug'ullanish kerak emas. Qolgan narsalarni xususiy sektor shug'ullanishi kerak. Shunda raqobat bo'ladi. Raqobat bo'lgan joyda har doim sifat bo'ladi. Chunki baribir masalan davlat biron bir sektorga kiradigan bo'lsa, u yerda monopolda shu
bo'ladi 100%. Misol tariqasida aytaman, mana O'zbekistonda bilasizmi, mana qaysi sektor zo'r rivojlanadi? Qaysi sektor? Ha, sizningcha qaysi sektor zo'r rivojlangan? Asa? Общепит. Общепит? Ha. Bizga masalan O'zbekistonga aytaylik, masalan KFC kirganida ham, McDonald's kirsa ham raqobatlasha olmaydi. Ha. Chunki bizni ichki ishlab chiqaruvchi o'sha ovqatlanish tizimida ishlab chiqaruvchilarimiz shunaqa darajaga yetganki, ular bilan bemalol raqobatlasha oladi. O'zimiz brendlar. Ha, meni shaxsiy fikrim bilasizmi nimaga? Chunki ovqatlanish yo'nalishi bo'yicha vazirlik yo'q. Ha. Ularni tartibga soladigan joyi yo'q. Yo'q. Ular raqobatni ortidan bir-biridan o'zib ketib juda katta sifatli darajagacha yetib bo'lganda. Endi men o'zimni tendensiyamdan kelib chiqib turib aytayapman-da, chunki qaysiki yo'nalish ochiladigan bo'lsa, o'tga davlatni qanaqadir aralashuvi bo'ladigan bo'lsa, u hammasida ham emas, lekin aralashuv qancha ko'payadigan bo'lsa, cheklov ko'payadi. Byurokratizm ko'payadi. Byurokratizm ortidan siz rivojlanaman desangiz, rivojlanolmay qolasiz. Misol tariqasida, mana ta'lim sektorida siz o'quv dasturini vazirlikdan olishingiz kerak. O'quv dasturini bir nechta odam tasdiqlab berib sizga keladi-da. Siz o'quv dasturingiz ungacha o'zi eskirib qoladi. Lekin siz o'qitayotgan talabingiz, birinchi kursda o'qitayotgan talabingiz, birinchi kursdagi mavzularingiz u 4 yildan keyin bitkazganidan keyin u narsani ishlata olish kerak bo'ladi. Xususiy sektorning kuchli tarafi ta'lim tizimida sizga hozir emas, 4 yildan keyin kerak bo'ladigan bilimni o'rgatadi. Chunki ta'limni o'zi o'zgartirish huquqiga ega. O'quv dasturlarini. Aniq yo'llanma bor. Masalan, vazirlik tomonidan beriladi. Yo'llanma beriladi. Mana mavzularni o'tishing kerak, mana predmet fan. Mana fanlarni o'tishing kerak deb aytiladi, mana mavzularni o'tishing kerak. Ichidagi mazmuniga aralashmaydi. O'sha narsani o'tib berishingiz kerak. O'sha narsani hozirgi vaqtda kerak bo'lgan va ertaga 4 yildan keyin ham ishlata oladigan mavzuni universitet o'zgartira oladi. Davlat tizimida endi men bog'cha maktab tizimini aytaman. O'zimda xususiy bog'cha bo'lganim uchun aniq o'quv dasturi berilgan, chapga ham o'ngga ham yura olmaysiz. O'sha narsani o'tishingiz kerak. Universitetda, xususiy universitetlarda bu narsa qilinmagan. Bizga o'sha o'quv dasturi beriladi, lekin o'quv dasturidan chetlashishimiz mumkin. Masalan, 30% gacha chetlashish huquqimiz bor. Endi bog'cha maktablarda ham bu narsalar qilinyapti. O'tilish kerak bo'lgan narsani o'tasiz, lekin xususiy sektorda mana aytaylik, kech payt 6 gacha o'shaysiz-ku farzandlaringizni. Qo'shimcha narsalarni qo'shib turib o'tib berasiz. Lekin o'tilish kerak bo'lgan narsani aniq yozib berilgan. Tushunarli. Zo'r tushuntirib qo'ydingiz farqini. Rahmat. Hozir mana xususiy universitetlarda ham o'zi davlat universitetlarida ham diplom berish tezlashgan. Juda ham xohlagan odam boya aytganimizdek o'qib diplomni olishi mumkin. Lekin amaliy tajriba berish ko'p joyda ham qilinmaydi. Xususiy universitetlarda bu hozir qanchalik yo'lga qo'yilgan? Amaliyot, ya'ni universitet bitirgandan keyin bemalol tayyor kadr bo'lib, bu joyda ishlay olishi qanchalik kafolatlanadi? Men endi o'zimiz misolimizda aytamiz. Toshkent Metropolitan universitetida IT fakultetini aytib o'tmoqchiman. Masalan, IT fakultetini biz amerikalik kompaniya bilan birgalikda qilganmiz. Siz o'qiyotgan vaqtingiz o'zidayoq birinchi kundan boshlab praktika qilishni boshlaysiz. Mana aytaylik, ikkinchi kursda C++, C#, Python, Unreal Engine larni o'rganasiz va ikkinchi kursi o'zida o'yin yaratayotgan vaqtingizda programmirovaniyani o'rganasiz. Va o'sha ikkinchi kursni o'sha 1 yil davomida 8 ta loyiha yaratasiz. 8 ta loyiha degani 8 ta o'yin yaratasiz. Shu o'yin yaratayotgan vaqtingizda sizda qanaqa уже qo'lingizda praktika bo'ladi-da. Уже qo'lingizdan 8 ta o'yin yaratgan bo'lasiz. U 8 ta o'yinni siz muallifi bo'lasiz. Bu shunaqa praktika. Keyin biz nima deyapmiz? Hozir ko'p joylarda aytilyapti, universitetlar kafolatlanish kerak ish bilan. Mana biz mana IT fakultetida ikkinchi kursi o'zidayoq ikkita semestrni bitkazgan talabaga kafolatlangan ish beramiz. Oyliga ham kamida $400 beramiz deymiz. O'qi, bitqiz, 8 ta loyihani ko'rsat, senga biz kafolatlangan ish beramiz deymiz. Hamma xususiy universitetlar bu narsani qiladi. Chunki boya aytganimdek, xususiy universitet o'zini ustida ishlamasa, sifat qilmasa,
ertaga masalan ota-ona ham berayotgan vaqtida shu joyga berganidan keyin diplom olgandan keyin ishni topa oladimi degan savolni birinchi burchakda beradi. O'zi aslida ikkitami uchta savol berishadi, kelishadi. Birinchi savol yopilib ketadimi yo'qmi deb so'rashadi. Litsenziyasi bormi yo'qmi deydi. Keyin o'qish bitkazgandan keyin diplomiga ishlay oladimi yo'qmi deb savol beradi. Hamma ota-onalar xususiy universitetlarga kelganlarda. Xususiy universitet agar uzoq muddatli yashamoqchi bo'lsa, masalan 100 yillik tarixga xohlamoqchi bo'lsa, hozirdan shu narsa ustiga ishlash kerak. Mana biz shu narsani qilganmiz. Aytishim misolida aytaman. O'qiydi. Biz o'zimiz ikkinchi kursni hali bitkazmagan bolani, shu bitkazib sifatli loyihalarni ko'rsatib bergan bolani ish bilan ta'minlab beramiz. U hali yana 2 yil o'qiyotgan vaqtida yana siz aytganingiz o'sha tajriba ham qilib boradi. Oyligi ham oladi. Kerak bo'lsa o'zi kontrakt pulini ham o'zi to'lab bera oladi. 18 yoshli bola oyiga $400 olsa yomon emas deb o'ylayman men. Yo'q, yaxshi. Misol. Asosiysi shu sohani qiziqsa bo'ldi. Ha. Huquq yo'nalishimizda shu o'qiyotgan bolalarimizga bizda har xil mana advokaturalar bor, yuridik kompaniyalar bor. O'shalarda borib praktika qilishadi. Tushunarli. Zo'r. Ertaga davlat universitetlarini o'rnini ham xususiy universitetlar egallashi mumkinmi? Nima deysiz? Raqobat dedingiz. Borib mana xalqaro darajadagi universitetlarga o'xshab faqat xususiy universitetlarni sifatli xususiy universitetlar qolishi mumkinmi? Davlat universitetlari yopilib ketibmi? Ha. Bo'lishi mumkin. Mana biz yig'ilishlarda qatnashganimizda даже shunaqa bo'ldiki, davlatimiz rahbari ham aytdi, qaysiki universitet sifatga ishlamasa, qaysiki universitet bitkazuvchilari ish topa olmasa, universitetlarni yopib yuboramiz deydi. Davlat universitetlari. Davlat universitetlari yopilib ketishi mumkin degan narsani o'zi aytilindi. U davlat universitetlari keyin xususiy universitetlarga berilishi mumkin ham. GChP qilib. Davlat bilan sherikchilik ortida boshqaruvga berilishi mumkin degan fikr ham bor. Bu narsa hali tasdiqlanmagan, lekin bo'lishi mumkin deb o'ylayman, chunki dunyoda rivojlangan davlatlarda bu narsa bo'lgan. Praktikada bu narsa bo'lgan. Bizda ham shu narsa bo'lishi mumkin. Hozir shu adashmasam bu yil nechidir mingta o'rin ham bo'sh qolgan. Mana aytaylik qancha deyishdi? 40 mingtami bo'sh o'rin qolib ketgan. Ya'ni shunaqa universitetlar bor, talabaga qolmagan. Ha, bor. Keyin mana ko'rsangiz bo'ladi, oldin hech qachon unaqa bo'lmagan, davlat universitetlari reklama qilishmasdi. Ana qabul masalasi bo'yicha reklama qilishmasdi, uje hozir reklama qilish boshlashdi. Qabulimiz ochildi, mana fakultetlarimiz bor deb. Bu bekorga emas-da. Chunki davlat qanaqadir vaqtgacha ularni qoplab beradi-da xarajatlarini. Qani keyin boya aytdingiz, davlat universitetlarida kontrakt summasi arzon deb. Arzon bo'lishining sababi davlat tomonidan ularning xarajatlari qoplab berilayotganligi uchun-da. Xususiy universitetda davlat qoplab bermaydi-ku, xarajatlarni o'zlari ko'tarish kerak. Shunga ham hozir masalan 8 million bilan 10 million atrofida davlat universitetlarining kontrakt summalari. Lekin agar masalan biznes ko'rinishdan ko'radigan bo'lsangiz, universitetda biron bir yo'nalishda 100 ta talaba bo'lsa, shu 100 ta talabani xarajatlarini qoplash uchun sebestooyimiz kamida 17 million so'm bo'ladi. Bitta talabaga. Bu hamma xarajatlaringizni yopishingiz uchun. Bitta yo'nalishingiz bor, 100 ta talabingiz bor, 17 million so'm bu xarajat. Mana 20 million so'mlik kontrakt bo'lgan bo'lsa, universitet o'ziga 3 million so'm qoladi. Hamma xarajatdan keyin. Bu xarajat deganimiz ko'proq Apex deymiz, operatsion rasxodlar uchun ketadigan xarajatda. Bu sizni hali binoyingiz emas. Arenda emas. Oylik moliylarni aytaman. Eng katta rasxod universitetda bu oylik. Masalan, boshqalarda bilmayman, bizda aytaylik magistraturasi bor professorimiz haftasiga 21 soat dars o'tadi, kamida 15 million oylik oladi. PhD'si bor professorimiz 30 million oladi. 21 soat dars o'tib. Siz hozir masalan biror bir vazirlikda ishlasangiz, kamida 40 soat ishlashingiz kerak. Bunaqa oylik olish uchun. Unaqa oylik olasizmi bilmayman, lekin 40 soat ishlashingiz kerak. Tushunarli. Mana ta'lim sifatini oshirish, xalqaro darajaga chiqish uchun harakat qiladi. Hamma universitetlar, hamma talabalar ham. Mana shu eng asosiy maqsadimiz. Ta'lim sifatini oshirish, xalqaro darajaga chiqish. Talabalarni ham shunaqa niyati bor talabalar, xalqaro darajaga chiqmoqchi bo'lgan talabalarni qanaqa skillari bo'lish kerak o'zi? Bu oddiy o'qib turib, prosta kitob o'qib xalqaro darajaga chiqish mumkinmi o'zi? Chiqsa bo'ladi. Mana siz xalqaro universitet, xalqaro darajadagi universitet ochgan inson sifatida. Sizning universitetingizda ingliz tilida o'qitiladi, xalqaro darajadagi professorlar o'qitiladi. Talabalar shu narsaga tayyormi?
Yo'q. Men o'ylayman, o'zbekistonliklarni qila olmaydigan ishini o'zi yo'q-da. Xohish kerak. Xohish bo'lsa qilsa bo'ladi. Hamma sharoitlar qilib qo'yilganda, aytaylik, ko'pchilik aytadi, anuni o'xshamayapti, buni o'xshamayapti deydi. Men o'ylayman, ular prosta 100% o'zini harakatini bermaganligi uchun o'xshamadi deb o'ylayman-da. Qilaman desangiz, o'sha mana Amerikada raket uchyapti Elon Musk. O'zbekistonda ham shu narsani qilsa bo'ladi. Kuchli xohishi bo'lsa qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Xalqaro darajada mana endi bizda aytishadi-ku, mana Al-Xorazmiy bo'lgan deyshadi. U eski zamonda, u hozir ham Al-Xorazmiy darajasidagi o'rindagi odamlarni o'zbekistonliklar chiqishini xohlardim-da. Uning uchun shu ta'limga odamlarni ishonch yo'qolib qolganmi? Chunki mana hozir xususiy sektorda nimaga sirtqini rivojlanib ketgani sababi diplomim bo'lsa bo'ldi degan fikr bor-da. O'zi aslida diplom hech narsa emas-da, u qog'oz. Lekin siz universitetda zo'r o'qisangiz, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, o'zingiz shu yo'nalishda chuqur mutaxassis bo'lsangiz, sizdan zo'ri yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizdan zo'ri yo'q bo'ladi-da. Hayotingizdagi hamma qilmoqchi bo'lgan narsangizni ham qila olasiz, oyligingiz ham baland bo'ladi, o'zingiz korxonalaringizni ocha olasiz. Chunki mana aytaylik, o'sha IT sohasi bo'yicha dekanimiz Amerika fuqarosi 220 mingta odam o'qitgan. Shu O'zbekistonga ko'chib kelmoqchi. Imkoniyatlar ko'pligidan. Ha, O'zbekistonga ko'chib kelmoqchi. Rostdan mana hozir o'ylayapti. Endi ayoli bor, farzandi bor. Keyingi yil maylida O'zbekistonga kelmoqchi. Bizning dekanimiz kelib yurib, dars o'tib ketib yuradi-da, lekin bu yoqqa ko'chib kelmoqchi. Shular aytayaptilar. Shu ayolim bilan olib kelaman keyingi safar. Agar shu joyni ko'rib, ko'nika olsa, ko'chib kelmoqchiman dedi. Amerikani tashab. Biznikilar nima? Amerikaga ketdi. Shu green cardni yutib Amerikaga ketishni xohlaydi-da. U Amerikada turib, Amerikadan ketaman dedi. Sababi xavfsiz emas dedi. Men farzandimni maktabga bera olmayman dedi. Ana har xil holatlar bo'lyapti, otishmalar bo'ladi, ular bo'ladi, bu bo'ladi. Ko'p faktorlarni gapirib berdi-da. Bu yerda kelyapti, возможностьlar juda ko'p dedi. Ko'ryapti-da. O'zbekistondan turib, mana masalan, shunaqa talabalar bor. Bizda hozir IT kursda, ikkinchi kursda o'qiyotgan talabalarimiz bor. IT sohasida mutaxassis. Bu buxorolik talabamiz yiliga $60 ming pul topadi. O'zbekistonda ishlaydi. O'zbekistonda ishlaydi. $60 ming pul topadi. U ham Amerikaga ketmoqchi. 4-kursni bitkazib. Unga dekan aytayapti, "Nima qilasan?" dedi. Bor Amerikaga dam olib aylanib kel deyapti, lekin o'sha Amerikaga borib ishlayman dedi. Sen hozir Amerikaga borsang, yillik 100 ming pul topadigan bo'lsang ham, hozir bu yerda topayotgan 60 mingdan qolayotgan foydang bor dedi. Masalan, 1 yil 20 mingni ketqizishi mumkin-da, 40 mingni sof foydada, sana saqlanadigan sof foydasi bir narsa qilishi mumkin bo'lganda, Amerikada 100 ming topadigan bo'lsang, yetmaydi senga dedi. Keyin bu yerga bor narsalar, bizni kelyapti, masalan, ovqatimizni maqtayapti, joylarimizni ko'rib, boshida ularni olib kelayotgan vaqtimizda Afg'onistonda bo'lishganda. Keldi, ko'rdi. Men bunaqa O'zbekiston bunaqaligini bilmasdim dedi. Уже mana aytaylik, biz bilan hozir 2 yil bo'layotgan bo'lsalar, уже ko'chib kelmoqchilar. Misol. Mana shunaqa imkoniyatlar yaratib berilgan, aytayotganingizdek, talabalarimizga ham, yoshlarga umuman bizga ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan, lekin hozir siz ko'rib bilib yurganingizda, o'zingiz kuzatuvlaringizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bizanikilar ko'p imkoniyatdan foydalana olmayapti. Buning sababi nima? Qo'lni siltab tashlavoradi-ku, oxirigacha yetkazmaydi-ku. Harakat qilaverish kerak. Masalan, aytaylik, holatlar bor, aytishadi, hech kim bizni quloq solmayapti deydi, u deydi, bu deydi. Masalan, men ham o'zimni tajribamdan kelib chiqib turib ayta olaman. Vazir bilan ko'rishishim kerak bo'lsa, endi vazir juda vaqti tig'iz odam-da. Har kuni eshigini tagiga borib o'tiraman. O'sha ishimni hal qilishim kerak-da. Har kuni eshigini tagiga o'tiraman, vaqtini topib, shu xonadan chiqib ketayotganda ham ko'rib ham majbur bo'lib uyalib ham kirgizadi-da. Mana shunaqa sifatni oshirish kerak deb o'ylayman-da. Shu oxirigacha olib borish kerak-da. Bizda ko'pincha o'sha bir qadam, ikki qadam qolganda tashlab ketishadi. Fail bo'lishdan qo'rqish kerak emas. Yo'q, u qilib ko'rish kerak. Men masalan, men ham ta'limdan tashqari boshqa yo'nalishlarda ham bizneslar qilib ko'rganman. Ko'p joylarda tutqizganman, lekin ko'p joylari zo'r bo'lib ketgan. Misol, nimaga IT deb yotibman? ITga juda qiziqaman-da. Mana bizda hozir IT sohasida juda katta
imkoniyatlar borda. Mana IT park bor, bilasizmi? IT sohada qiziqishingiz bo'lsa, IT parkda a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, hamma soliqlardan ozod qilib berishadi sizni. Bu degani nimaki foyda topadigan bo'lsangiz, soliq to'lamaysiz. 0. So'rang. Keyin hozir mana Amerikada ish beruvchilarga juda katta to'siqlik qo'yildi. Adashmasam chet eldan talaba olib keladigan bo'lsa, kamida $100,000 qanaqadir xarajat paydo bo'ldi-da. O'shani hisobiga ham hozir ular ko'p relokatsiya qilishyapti. Mana aytaylik, O'zbekistonga o'xshagan davlatlarga, lugotasi bor davlatlarga kompaniyalar ochish boshlashyapti-da. Mana IT park misolida ko'pchilik kompaniyalar kelyapti. Mana biz ham masalan IT sohasida o'tgan yili $1 million eksport qildik. Zo'r. Misol. Bu narsani qilsa bo'ladi deb o'ylayman-da. Ko'pchilik o'ylaydi, iloji yo'q deb o'ylaydi. Oddiy komanda bilan unaqa ko'p emas. Shu zakaz olyapti, qilyapti, bo'lyapti. Harakat qilish kerak deb o'ylayman. Harakat qilsangiz bo'ladi. Mana boshida biz ham oddiy bog'chadan boshlaganman-da. 2015-yilda xususiy bog'cha ochganman. Endi undan oldin ham ta'lim tizimida masalan o'quv markazlarim bo'lgan. Men bog'cha qildim, maktab qildim. Orqasidan keyin men universitet qildim. Universitet qotgan vaqtimizda ham universitet ocha olmaysan deyishgan. Lekin o'sha harakat qilib o'sha do'stim bor. Shu do'stim bilan birgalikda o'sha o'zimizning visionimiz bor. Zo'r sifatli universitet qilish maqsadida. Shunga ham men boya aytganimdek bekorga emas-da, 6,5 bo'lsa 100% grant beramiz. Bu narsa chegaralanmagan. Chunki ertaga masalan siz zo'r bolalarni yig'ib olib turib, zo'r o'qitib turib, zo'r kadr chiqazadigan bo'lsak, universitetimiz nomi chiqqanidan keyin kontrakt pulini 50 million so'm qilib qo'ysam odamlar kelishadi-da. Hozir masalan chidab berib, zo'r sifatli qiladigan bo'lsak, ertaga u o'qishni bitkazadi, zo'r ishga kiradi, zo'r oylik oladi. Biz ish bilan ta'minlab beramiz deymiz. Keyin boya aytganim, IT sohasida o'qiyotgan talabalarning orasida bittasi bor, $400 boshlang'ich-da. Bitta bola zo'r bola ekan, $2,500 olish boshladi. Oylik. Misol. U fakt. Biz ularga hech narsa qilib berayotganimiz, biz o'qityapmiz, ish beruvchilar bilan uchrashtirib beryapmiz, ish beruvchilarning orasidagi intervyusiga hammasiga tayyorlab beryapmiz. Keyin u O'zbekistonda ishlayotgani yo'q, O'zbekistonda turib Amerika kompaniyalariga ishlab berishyapti. Masalan, ular intervyudan o'tib $2,500 oylik shartnomasini tuza oldilar-da. Zo'r. Mana boya chegara haqida gaplashdik-ku. Davlat universitetlari haqida, chegara haqida gaplashdik. Shu chegara davlat universitetlarida talabalarga ham qo'yiladi-da. Misol uchun formeniki, bunaqa qil, soqolingni ol, sochingni oldir. Va aytishadi, xususiy universitetda bu chegaralar yo'q, erkinroq. Bu erkinlik talabalarga hozir tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, xususiy universitetlarda, xususiy sektorda talabalarning minusiga ishlamayaptimi erkinlik? Haddan tashqari berilgan erkinlik. Chunki biz o'rganib qolganmiz, davlat universitetida ham, maktabda ham, bog'chada ham hammasi etib turadi, boshimiz turib o'qitadi, uradi, so'kadi, amallab o'qitishadi. Majbur qilib. Hozir bu erkinlik mana bilamiz, chet el universitetlarida bor. Chet elda o'qib kelgan talabalar bilan gaplashsak, shu erkin deydi, bemalol o'zing yoqtirib o'qiysan, boshqa qilasan. O'tasan hech kim tergamaydi deydi. Bizga shu narsa berilgandan keyin qanaqa ta'sir qilyapti? U o'sha joydagi tizimga bog'liq. Erkinlik deganida ular xohlaganini qila olmaydi. Lekin masalan aytaylik shunaqa o'ta ham nima deydi, ramka bor. O'sha ramkadan tashqari chiqib keta olmaysiz, lekin sizga ta'lim olishingiz uchun hamma sharoitni yaratib beradi. Shu sharoitlardan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Yana o'zimiz universitetimiz misolida keltiradigan bo'lsak, talabalarga biz shunaqa shart qo'yganmiz, keldi ketdi masalasi bo'yicha. Keldi ketdi masalasi bo'yicha davomatni to'liq talabani o'ziga bog'lab qo'yganmiz. Mana aytaylik, universitetlarda siz kelmasangiz MB tushadi. MB'ingizni to'g'rilashingiz uchun spravka olasiz, plus qilib berishadi. To'g'rimi? Pul to'laysiz, qo'shimcha o'qiysiz. Anaqa bor. Biz nima qilganmiz? Biz aytganmiz, o'qish senga kerak. Sen biz universitetimizda bir semestrni tugatishing uchun 4 oy o'qishing kerak. Shu 4 oydan 25% bir oyligini sen o'zing kontrol qilasan. Aytaylik, masalan, kasal bo'lib qolishing mumkin. Bizga kelib kasal bo'lib qoldim deb aytishing shart emas. O'sha 1 oyni o'zing kontrol qilasan, lekin 1 oy 1 kun bo'lib qolsa, avtomat o'sha fandan 0 olasan. Tushunasizmi? U o'ziga majburiyatni oladi. Majburligidan o'sha 1 oyligi borligini biladi-ku, oshib ketmaslik uchun ham har kuni keladi. Chunki ertaga futur kasal bo'lib qolsam-chi degan fikr tug'iladi-da unda. Keyin kasal bo'lib qolib 1 oydan ko'p bo'lib qoladigan bo'lsa, u 1000 zo'r o'qisa ham, lekin o'zlashtirilmaganligini kelib chiqqandan keyin tizim o'zi avtomat 0 qo'yib beradi unga. Uni biz masalan bolalarni majburlamaymiz hamda.
Ana keyin nimaga kelmayapsan deb. Bola o'zi biladi, bizda tizim qilingan, o'sha tizimda ko'rsatib turadi. Bugun kelmading, buncha foiz minus bo'ldi deb. Unga xabar borib turaveradi-da. Kelmading deb, ana 25% ga chiqib 26 ga o'tsa, o'sha fan 0. Erkinlik berganmiz. Biz aytamiz. Xohlasang kelma, lekin bir oydan oshib ketdim 0. Tanlov o'zini qo'l, tanlov o'ziga bergan. Shunaqa. Bu erkinlik. Biza aytamiz, mana ertaga oyoq sinib qolishi mumkin, gipsda bo'lishi mumkin, bir hafta kela olmashi mumkin-ku. Bizda sababli qoldirish degan tushuncha yo'q-da. Shu qoldirasanmi, qoldirmaysanmi? Bir oying bor. Lekin hamma narsani o'zing o'zlashtirib olishing kerak. Chunki ertaga imtihonda ham hamma imtihonlarni o'zi topshirish kerak. Yana nima qilishimiz mumkin? Mana masalan, umuman aytaylik, bir semestrda 16 hafta bo'ladigan bo'lsa, 7 hafta o'qiydi, 8-haftada oraliq nazorat topshiradi. 9-haftadan 15-haftagacha o'qiydi, yakuniy nazorat topshiradi-ku. 8-haftada 1-haftadan 7-haftaga o'tilingan faqat mavzular bo'yicha imtihonlar beriladi. Professorlarimiz o'zi o'tmagan mavzusi bo'yicha, o'zini prezentatsiyalarida bo'lmagan ma'lumotlardan tashqari narsani imtihonga tushirib bera olmaydi. Agar professor o'tmagan narsasi bo'yicha imtihonga tushirib beradigan bo'lsa, talaba o'sha narsani ko'rsatib bera olsa, o'sha ball unga qo'shib beriladi. Bu yerda ham anaqa bor-da. Aytaylik, o'qituvchi ham, professor ham biron bir talabani yomon ko'rsa ham, uni yiqita olmaydi. Ana to'liq hamma narsa talaba tomonga yo'naltirilgan. Zo'r o'qisa, hech kim osh-qovog'iga qaramay turib ham zo'r bo'la olishi mumkin-da. Biz nima qilganmiz? Talabalarga motivatsiya qilganmiz. Semestrdan semestrga grant o'rinlab beramiz. Shu narsani eshitdim. Masalan, birinchi semestrga keldi, kontraktga tushib qoldi, lekin shu 100 ta bolani oldik yo'nalishga. 100 ta bolani ichida top 42 talikka kirsa, keyingi semestr grantda o'qiydi. Grantda o'qiyotgan bola, mana bola zo'r o'qiganligi uchun o'rnini egallaydi-ku, u kontraktga tushib qoladi. Orada ham raqobat bor-da. Motivatsiya bor ekan, 4 yil. Mana bizda nima deyapmiz? Keldi-ketding, o'zing kontrol qil deyapmiz. O'qituvchilarning dars o'tayotgan mavzulardan, ichidagi berilgan tekstlardan imtihon faqat tushadi deyapmiz. Hamma narsasini beramiz. Imtihonga kir deyapmiz. Top 100 talikda, 100 ta talabaning ichida top 42 talikka kir deyapmiz. Keyingi semestr tekin o'qing deyapmiz. Hamma sharoit bor-da. Shuni o'zidan o'zi ham, majburlash bo'lmagan erkinlik bor, lekin majburlash yo'q, xohlab o'qiydi. Demak, o'zini o'zi yenga olsa bo'ldi degan. Shunaqa. O'shanga yetolmadi. Davlatimizda ham hamma sharoit bor. Mana shunaqa qonun qoidalarni tushunsa, qanaqa sharoit borligini tushunsa, o'sha aytolmadim, masalan, IT sohasida prosta firma ochadigan bo'lsangiz, shug'ullansangiz, soliq to'laysiz. Lekin IT parkda a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, soliq to'laysiz. Shu narsani prosta topib bila olishingiz kerak, shu narsadan to'g'ri foydalana olishingiz kerak. Izlanish kerak ozgina. Yoki tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zingizga ustoz topishingiz kerak. Shu soha bo'yicha albatta ustoz topib, shu ustozdan maksimal suv siqib, suvni ichib o'rganib olsangiz, ertaga zo'r mutaxassis bo'lib chiqasiz. Zo'r. Suhbatimiz zo'r ketyapti. Ana endi bizada blitz savollar bor. Blitz savollar ko'proq sizga qaratilgan, shaxs ochishga, ya'ni o'zingiz fikrlaringizni bildirishingiz uchun. Demak, boshladim. Kitob siz uchun do'st yoki ustoz? Kitob men uchun ustoz bo'lsa kerak. Chunki ko'pincha o'sha qiziqishimdan kelib chiqib turib kitoblarni o'qisam, o'zimga yangi narsalarni o'rganaman-da. Ustoz. Siz uchun ilm nima? So'z bilan ta'rif beradigan bo'lsangiz. Men uchun bu yangi narsa. Yangi narsani o'rganish. Oldin u narsani bilmaganman, lekin shu narsani hozir o'rganmoqchiman. Shuni izlanib o'rganishim. O'zbekistonda siz yoqtirmaydigan ijtimoiy odat. Qonunga bo'ysunmaslik. Mensimaslik, bo'ysunmaslik. Masalan, oddiy mashina haydayotganingizda ham kamera bor joyda jim yurishadi-da. O'tib olgandan keyin. Kamera joyda qonun buzish boshlashadi. Bu aldasak faqat o'zimiz aldaymiz-da. Tushunarli. Shaxsiy o'sishingizga eng katta ta'sir qilgan inson. Shaxsiy o'sishimga eng katta ta'sir qilgan inson. Ular ko'p. Bitta odamni aytolmayman. Birinchisi. Endi hamma o'g'il bola uchun ota bo'lsa kerak. To'g'ri. Ota, ustozlardan? Ustozlardan endi birinchi sinfga borganingizda birinchi sinf ustozingiz bo'ladi. U o'zgaruvchan-da. Men o'shanga boya aytdim-da. Biron bir yangi sohani qiziqishni boshlaganingizdan keyin albatta ustoz topishingiz kerak-da. Shu ustozga shogird bo'lib tushib, yoniga tushib olib turib, nima ish qilayotganini o'rganib, hamma narsasini o'rganib olsangiz, ertaga aniq ular qilgan xatolarni siz qilmaysiz-da.
siz ular qilmagan xatolarni qilishingiz mumkin, lekin ular ancha xato qilib qo'ygan bo'lishadi o'sha soha bo'yicha. O'sha xatolarni qilmasligingiz o'zi ham ertaga yetib bormoqchi bo'lgan manzilingizga osonroq yetib borishingizga yordam beradi-da. Tushunarli. Inson hayotida eng kerak bo'ladigan fazilat. Ochiq bo'lish kerak. Ochiq ko'ngil. Ochiq ko'ngil emas, ochiq bo'lish kerak. Mana bizda o'zimdan kelib chiqib aytaman, hozirgi kungacha yetib kelganim, hozirgi kungacha darajaga yetib kelganim sabablaridan biri bo'lsa kerak. Odamlar murojaat qilishadi-ku. Qo'limdan kelsa yordam qilishga harakat qilaman. Qo'limdan kelmasa shu ishni qilib bera oladigan odamga yo'naltirib berishga harakat qilaman. Ya'ni bu dunyoda biz shunaqamizki, bitta odamni ikkinchi odam bilan uchrashish bekorga emas deb bilaman-da. Odatda ko'pchilik возможность nima bo'lardi o'zbek tilida? Imkoniyatni yo'qotib qo'yayotganini bilmay qolishadi-da. Biron bir joyga borasiz-ku, biron bir savol bilan borsangiz, odamlar odatda ish bilan to'lib ketgan bo'ladi, sizga qaramaydi ham, yordam bergisi ham kelmaydi-da. E'tibor ham bermaydi. E'tibor ham qilmaydi. Shu narsa odamlarni uzoqlashtiradi. Agar siz ochiq bo'lsangiz, qancha ishingiz ko'p bo'lmasidan qat'iy nazar oldingizga odam murojaat qildimi, qancha bir qarab, yordam berishga harakat qilib, nimaga yordam bera olmayotganingizni aytsangiz ham, shu odam sizga nisbatan fikri ham yaxshi bo'lib qoladi, yomon bo'lib qolmaydi-da. O'sha ma'noda ochiq bo'lishingiz kerak. Odamlarga qancha ko'p yordam bersangiz, shuncha sizga qaytadi deb bilaman. Bu narsani men ham o'zi yaqinda hayotimda sezdim. Bitta odam yozardilar menga, men unaqa meni ishim bilan emas-da, ko'p o'zlarining ishlari bilan men yordam bera olmayman, lekin qo'limdan keladi shu narsaga yozardilar. U уже meni bezovta qilishni boshladi-da. Mayli yordam beraver, endi ko'z-ko'zga tushgan ertaga uyalib qolmaydi, yordam berardim. Yaqinda mana u odam bilan hozir bitta loyiha boshlaganlar. U loyihada men yordam beraman, anchagina menga moliyaviy anaqa bo'lyapti hozir. U odam orqasidan. Bu shunaqa imkoniyatlarni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun imkoniyat bo'ldi hozir. Bu har bitta hayotimizga kelayotgan har bir yangi inson bu yangi imkoniyatda. Men shuni o'zim keyin tushunib yetdim-da. Boshida nimaga anaqa qilgan ekan. Agar men o'sha odamga bittada ignor beraverganimda, hozir ancha narsadan qo'rqib qolgan bo'lardim. Shunaqa. Tushunarli. Oxirgi marta qachon o'zingizdan faxrlandingiz? Oxirgi marta o'zim men ko'proq anaqaroq bo'lsam kerak. O'zimga nisbatan tanqidiy yondashsam kerak. Ko'p. Lekin bo'ladi-ku, odam o'zidan shu ishni yaxshi qildim deydigan vaziyatlari. Endi faxrlanish ko'proq farzandlarimni yutug'ida bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zimga nisbatan emas, aytaylik, o'sha farzandlarim biron bir narsani o'rganayotgan vaqtida o'xshaydi-ku, o'shanda faxrlansam kerak. Masalan, katta o'g'lim ko'proq san'atga ko'proq qiziqadi. Masalan, shu pianinoda o'ynayman deb aytgan edi. Shu pianinoga bergandik, shu pianino o'ynashini ko'rib, ashulalarni zo'r o'ynayotganini ko'rib, masalan, faxrlanasiz. Shu farzandlaringiz qilayotgan yutuqlaridan ko'proq faxrlansam kerak. Masalan, o'rtancha o'g'lim sport bilan yaxshi ko'radi. Suzishda birinchi o'rin olsa faxrlanasiz. Shunda bo'lsa kerak. Mashtadan bitta narsa so'ramoqchiman. Sizdan ham yaqinda bitta podkast ko'rdim. O'shanda Aziz Rahimov, agar bilsangiz, Rahimov School asoschisi, shundan aytdilar. Hamma farzandingizni, ya'ni majburlab o'qitish shart emas dedilar. Qaysidir farzand o'qishga o'z xohishi bilan intiladi, qaysidir uncha o'qishga salohiyati bo'lmaydi. Siz mana shu narsada qanaqa yo'l tutasiz? Misol uchun san'atda olasiz, ikkinchi o'g'lim sport bilan, o'zingiz ta'lim sohasini odamisiz. Shunga qanaqa e'tibor berasiz? O'qishlar shartmi? Misol uchun ingliz tilini bilish shart. Misol uchun o'qish shart, matematikani o'qish shart. Shunaqa narsa bormi yoki? Yo'q. Tilni bilishi shart. Tilni bilishi shart. Masalan, tilni majburlayman. Chunki katta o'g'limga ham, o'rtancha o'g'limga ham tilni majburlab o'rgataman. Chunki bu til kerakli narsa-da. Lekin katta o'g'limda aytaylik, o'sha kreativ narsalarga ko'proq qiziqqanligi uchun kreativ tarafga yo'naltiraman-da. Uni yoqmagan narsasini majburlab qildirtirish noto'g'ri deb bilaman. Lekin ikkalasini ham masalan sportga berganman, ikkalasi ham suzishga boradi. O'rtancham suzishni yaxshi ko'radi, kattam suzishni yomon ko'radi. Lekin sog'lig'iga uchun kerak bo'lgani uchun kattamni ham majburlayman. Ta'lim tomonidan aytaylik, matematika unga yoqmasa, matematikani men majburlamasdim. Chunki unga men o'ylamayman, katta bo'lganida kosinus, sinus, kotangiuslar kerak bo'lishini-da. Lekin o'rtanchamga masalan matematikasi qiziq bo'lsa, uni shunga rag'batlantirardim.
Shu har mana 5 ta barmoq bir xil bo'lmagan degan farzandlaringiz ham o'sha qiziqishlari har xil bo'ladi-da. O'sha qiziqishlardan kelib chiqib turib berish kerak deb bilaman. Chunki ta'lim sohasida bo'lganim uchun ham, oliy ta'limda bo'lganim uchun ham mana ko'raman, ko'p ota-onalar o'zini hayotida, yoshligida qila olmagan narsalarini farzandlariga majburlashga harakat qilishadi. Shu narsa bor. U narsa noto'g'ri. Masalan, aytaylik, u qachondir medik bo'lgisi kelgan bo'ladi, lekin farzandini medik qiladi. Lekin farzandi qondan qo'rqadi. Undan medik chiqmaydi. Lekin nimadir majburlashga harakat qilishadi-da. U 100% noto'g'ri narsa. Shunga keyin ertaga o'zini hayotda ham topa olmaydi-da. O'shanga maksimal yoshligidan siz bilmaysiz-ku, farzandingiz qaysi yo'nalish bo'yichaligini. Yosh bola bo'lgandan keyin hamma narsa qilgisi keladi-da. Hammasiga berib ko'rish kerak. Demak, ertaga farzandlaringiz Adama universitetida o'qimayman desa ham siz qarshi bo'lmaysiz. Lekin masalan, boshqa sohada o'zini kuchli tarafini menga ko'rsatib bera olsa, san'at sohasida universitetda o'qish shart emas yoki sportda qarshi bo'lmaysiz. Qarshi bo'lmayman. Agar masalan shu qilayotgan ishi bilan o'zini kelajagini qila olishligini ko'rsatib bera olsa, qarshi bo'lmayman. Zo'r. O'zingiz yoqtirgan va hammaga maslahat beradigan kitobingiz. Xoh badiiy, xoh ilmiy. Endi menda ko'proq tadbirkor bo'lganligim uchun birinchi yoqtirgan, maza qilib o'qigan kitoblarim baribir Bogатый papa, Бедный papa-da. Robert Kiyosakini. Shu adashmasam qachon o'qiganman? 16-17 yoshlarimda o'qiganman-da. Tadbirkorlik bo'yicha qiziqish bo'ladigan bo'lsa, yoshingiz o'sha 16-17 bo'lmasa ham 40 bo'lsa ham hali ham kech emas deb o'ylayman. Shu kitob o'qishga. Fikrlashingizni o'zgartiradi-da. O'sha biznesga nisbatanmi yo pulga nisbatanmi bu anaqa? Biznesga nisbatan. Biznesga nisbatan. Chunki bizda ko'pincha odamlar pul orqasidan yugurishadi-ku. U narsa noto'g'ri-da. Siz pul orqasidan yugurishingiz kerak emas. Biznes sizga pul olib keladi-da. O'sha biznesingizni zo'r qila olsangiz, mana bu muammoga yechim topish mumkinmi? Men o'zimda shunaqa muammo bor deb o'ylayman. Umuman ko'pchilik menimcha pul topishni biladigan odam bor, bilmaydigan odam bor. Bir xilda ishlab, ertalabdan kechgacha mehnat qilib topgan pulni bir xilda shuni kallasini ishlatib, bitta ideya qilib topishadi. Bu narsani rivojlantirish mumkinmi? Ya'ni pul topishni o'rganish kerakmi? Pul topishni ham ilmi bormi demoqchiman. O'sha narsaga ilm bera oladimi shu narsaga bu kitob? Bera oladi. Qaysi kitob bera oladi? Kitob bera olmaydi, sifat, odamning sifati. Shu boya aytdim-ku, ochiq bo'lishingiz kerak deb. O'sha ko'zingizni kattaroq ochsangiz, oldingizga bo'layotgan imkoniyatlarni ko'ra olasizda. Asosiy muammo ko'pchilik aytadi, mana menda o'xshamayapti, menda o'xshamayapti, menda o'xshamayapti deydi-ku. Shu o'xshamayotganining sababi birinchisi yaxshi ustozga uchramaganligi. Yaxshi ustozga uchrab turib, yon atrofdagi imkoniyatlardan yaxshi foydalana olsa, undan zo'ri yo'q bo'lmaydi. Hamma narsani qila oladi. Men misol o'zim misolimda ham biz oilamizda tadbirkor bo'lmagan. Hamma davlat ishchisi bo'lgan, hech kim tadbirkorlik bilan shug'ullanmagan. Men aytishim mumkin, men tadbirkorlikni birinchi boshlaganim. Masalan, tadbirkorlikda ham ta'lim tizimida tadbirkorlik qilishni boshlaganman. Masalan, o'quv markazini ochganman. Keyin bog'cha qildim, keyin maktab qildim, mana institut qildim. Tadbirkor bo'lishdan talant bo'lish kerakmi? Faqat ilm o'zi yetarlimi? Tadbirkorlik ham o'zi talantmi bu Xudodan beriladigan? Nima deb o'ylaysiz? Buni ko'rganda bilasiz. Buni ishlab chiqarsa bo'ladi-da. O'sha odam qancha ochiq bo'lsa, men aytaylik, hozirgi kunda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Men masalan, ko'p sohada har xil narsa qilib ko'rganman dedim-ku, o'sha qilib ko'rgan narsalarim ham sababi odamlar murojaat bilan kelgan. Menda mana shunaqa g'oyam bor deb. Men yordam bersangiz, masalan, kimdir sarmoya bilan yordam bering degan, kimdir mana boshqa narsa bilan yordam bering degan, kimdir investitsiya qiling. Yana o'sha joyda o'sha narsani ko'ra bila olib, riskka kirib qilib ko'rsangiz, unib chiqsa, yutasiz. Lekin o'sha odamni, o'sha boya siz aytganingizdek, odam sizga murojaat qilavergan, siz boray aytganingizda hozirgi sharoitda bo'lmasdi deysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa-da, biznes ham shunaqa narsa-da. Imkoniyat keladi, o'sha imkoniyatni ko'ra olgan odam imkoniyatdan to'g'ri foydalanib foyda ko'radi. Lekin butun umr negativ fikrlaydigan odam imkoniyatni ham o'tkazib qo'yadi-da. O'sha ertalabdan kechgacha ishlayverib, oylikda qolib ketadi. Bitta imkoniyat berilsa, kim bilan suhbat qilgan bo'lardingiz? Dunyoviy taraflama. O'ylab ko'rmagan ekanman, qiziq savol bo'ldi. Warren Buffett. Warren Buffett nimaga? Endi investorlarning ichida eng kuchli investorlardan biri-da. Nimaga aynan u
firmalar, o'z bilasiz, Warren Buffett bilan obedlansa bo'ladi. Yo'q. Ha. Unisini bilmasdim nega. $1 million to'laysiz. Ha. U siz bilan 1 soat vaqt anaqa qiladi. Maslahat beradi ya'ni. Maslahat beradi. O'sha 1 soat ichida nima savolingiz bo'lsa, savol bersangiz bo'ladi-da. Ana uni vaqti pulda. Ha. U $1 million o'ziga olmaydi. Kelajak investitsiyalar uchun oladi, lekin siz u bilan gaplashmoqchisiz. O'sha 1 millionga to'lashga tayyor bo'lsangiz, o'sha 1 million emas bilmayman, qanaqadir summa edi-da. O'sha hozir aniq eslolmayapman. O'sha summani tayyor bo'lsangiz, to'lasangiz, aytgan joyiga borasiz, 1 soat gaplashasiz, hamma savolingizni bera olasizda. Sharoit bo'lsa shu bilan gaplashardim. Sharoit bo'lib qolsa o'zingiz anaqa qilasizmi? Sizni misol uchun shu pul to'lashga tayyormisiz demoqchiman. Hozir unaqa summaga tayyor emasman, lekin qaysi darajaga yetib kelganingiz o'sha? Pulim bo'lganda men to'layirdim. Ayamasdim, to'layirdim. Chunki u ham ustozda. Nimaga aynan o'sha определённый kompaniyalarga pul tikayotganligi, nimasiga qarab tikayotganligi. Bu 20 yil keyin men ko'ra olaydi-da, biladi-da. Shunaqa. Mana aytaylik, u hozir mana BYD mashinalarni bilasiz, to'g'rimi? O'sha 20 yil oldin BYD hech narsa bo'lmaganda, o'sha lekin 20 yil oldin BYD ga pul tikib qo'ygandi shu odam. Yo'q-a? Ko'ra bila olganda. Hozir o'sha tikkan puli bilmayman 100 baravarmi qaytimi bordi. Dunyoga kirib bordi. O'sha firmaga hali hech kim bilmagan vaqtida pul tikib qo'ygan. Qanchadir o'sha firmani anaqasi bor unda. Qimmatbaho qog'ozlarni shu sotib olgan. Ulushidor bo'lib, sherik. Qoyil. Ta'lim tizimida bir narsani o'zgartirish mumkin bo'lgan, nimani o'zgartirardingiz? Davlat bilan xususiy universitet, umuman davlat ta'limi bilan xususiy ta'limni bitta urovingga qo'ygan bo'lardim. Ajratmasdim. Berilayotgan sharoit deymizmi, hamma narsani bir xil qilib berardim. Bu nimaga foyda bo'lardi sizningcha? Shunda haqiqatan ham haqiqiy raqobat. Haqiqiy raqobat bo'lardi. Haqiqatan ham o'zini ustida ishlagan kuchli ta'limdargoh yutib chiqardi. Kuchlilar qoladi bozorda. Chunki hozir baribir xususiy sektorga sal qiyinroqda. Mana siz bor to'g'ri aytasiz, ko'p xususiy universitetlar davlat tomonidan berilgan sharoitlardan noto'g'ri foydalanganligi uchun litsenziyasi qolishdi. Ularni kasriga yaxshi ishlayotgan universitetlar qiynalishyapti. Masalan, litsenziyasi yo'qda, yo'nalishini ochyapti, u universitet yopilib ketyapti, u to'polon bo'lib ketyapti, keyin o'z-o'zidan ota-onalarda shunaqa fikr bo'lyapti, xususiy universitet bu biznes, ertaga yopilib ketishi mumkin, 100% kafolati yo'q. U ishlaydimi yo'qmi, farzandim diplom oladimi yo'qmi? Mana shu narsalar qiyinchiliklar tug'diradi. O'zi hozir ham o'sha perioddan o'tib oldikmi? Faqat biznes ko'zi bilan qaraydigan perioddan o'tib oldikmi? Ya'ni faqat endi sifatga ishlash boshlandimi xususiy universitetlar orasida? Nima deysiz? Yana 2 yil kerak. Yana 2 yil kerak. Chunki hozir o'sha haligacha o'sha biznes ko'rinishda ochilgan universitetlar hayot. Mana hozir bu yil yopildi sirtqi. 2 yildan keyin sirtqi ta'lim talabalar tugaydi universitetda. Pul oqimi kelmay qoladi. O'z-o'zidan universitet yopilib ketadi. Chunki men nimaga unaqa deyapman? Hozir men ko'p xususiy universitetlar reklamalarini ko'ramiz. Show biznes yulduzlari reklama qiladi. Men bilan kursdosh bo'ling, unaqa bo'ling, bunaqa bo'ling. Chet elda xalqaro universitetlarni ko'rsangiz, ular grant bilan berilishadi. Biz mana bunaqa grant beramiz, mana bunaqa ta'lim sifatini beramiz, mana bunaqa grant beramiz. Bizda kursdosh bo'ling, unaqa bo'ling, bunaqa bo'ling. Menimcha aytayman, ertaga bu anaqaga kirganiga faqat kursdosh bo'lish uchun kirmaydi odam. Nimadir olish kerak-ku. Endi bizda 25 yil oliy ta'lim tizimi yopiq bo'lganda, ya'ni kirish juda qiyin bo'lgan. O'sha vaqtda o'qishga kirgan odamlar hozir ota-ona bo'ldi-da, farzandini o'qishga olib kirib qo'ysa bo'ldi degan fikr bor. Ertangi kunda o'sha yerdagi universitetdan olgan diplomi haqiqatan sifatli bo'ladimi yo'qmi degan savol boshida bo'lmadi-da. Mana endi sekin diplomlar olinib, ular ishlar topa olsa, topa olmasa, yaxshi kadr chiqayotganligini endi ko'rib, o'sha bilaman, masalan, birinchi farzandini biron bir universitetga shunday tiqib qo'ygan bo'lsa, o'sha ikkinchi farzandini o'ylab tiqadi. Rasman o'sha bitta xato qilib ko'rdi-da. Shunga ham bu hamma joyda bo'lgan narsa, hamma rivojlanayotgan davlatlarda bo'lgan narsa. Shu xato qilib o'rganamiz. Bu bosqichdan o'tamiz. Sekin-sekin o'tamiz. Endi ta'lim tizimida hozir qilinayotgan yangiliklar to'g'ri deb bilaman. Birinchi o'chirda men sirtqi ta'lim yopilganiga juda xursandman. Zo'r. Fikrimiz bitta ekan bo'yicha.
Oxirgi savolim, podkastimiz sizga yoqdimi, yoqmagan yoki yoqqan savollari bo'lsa bemalol sizning fikringiz. Podkast zo'r. Rahmat chaqirganingizga. Bunaqa narsalarni ko'paytirish kerak. Chunki o'sha boya aytganimizdek, odamlar ijtimoiylashadi-da. Mana shunaqa podkastlarni ko'rib ham fikri o'zgaradi. Balkim hozir bergan savollaringizdan, bergan javoblarimdan kelib chiqib turib, kimdirning fikrini o'zgartira olgan bo'lsak, faqat xursand bo'laman. Chunki hozir biz xato qilib qo'ysak, endi ta'lim tizimidan kelib chiqib aytaman. Hozir noto'g'ri universitetni tanlab qo'yib, 4 yil o'qib, umrimizni o'tkazib qo'yganimiz, bu 4 yil juda katta muddatda. Kech bo'ladi. Shunga albatta oliy ta'limni tanlayotgan vaqtingizda u joyi sifatiga e'tibor berib, o'zi o'sha universitetning maqsadlari nimaligini bilib topshirishni tavsiya qilaman. Zo'r. Sizga tashrif uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Bergan bilimlaringiz uchun, maslahatlaringiz uchun alohida rahmat. Bugungi podkastimiz 1 soat to'g'risi men qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Suhbatimiz zo'r bo'ldi, samimiy suhbat bo'ldi va bizani ko'rayotgan talabalarga, abituriyentlarga ham alohida foydali suhbat bo'ldi degan umiddaman. Va shuning uchun harakat qildik va bu yoqqa yig'ildik o'zi. Asosiy maqsadimiz. Keyin ko'rganlarning orasida qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, berishsa, o'zim javob berishga tayyorman. Mana shu videoni tagida kommentariylarga javob berib chiqaman. Xudo xolisa, rahmat buning uchun. Xush kelibsiz yana bir bor. Ko'rishganimdan, tanishganimdan xursandman. Keyingi faoliyatingizga omad tilaymiz. Bemalol oxirgi gaplaringizga aytib olishingiz mumkin fikrlaringiz. Shu oxirgi gapim, ochiq bo'linglar, harakat qilinglar. Albatta, nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, hamma narsasiga erishasizlar. Bitta narsani bilishimiz kerak. Kimdir kelib sizni hayotingizni zo'r qilib qo'ymaydi-da. Biz o'zimizning hayotimizni o'zimiz yaratuvchimizda. Harakat qilsak, niyat qilsak, hammasi bo'ladi. Rahmat kattakon, bizlar bilan yaqin soatlar ichida Toshkent metropoliten universitetining rektori Bekzod Jalilov bo'ldilar. Rahmat aytamiz yana bir bora. Bizlarni kuzatib borgan, ko'rgan barcha abituriyentlarga, talabalarga like bosishinglarni, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirishinglarni, agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska tashlab, keyingi qismlarimizni ham ko'rib borishinglarni maslahat beramiz va iltimos qilamiz. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.